Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Andijon moshina bozoridan xudo xolasa Damas'dan qatori kelganmiz. Xudo xolasa chiroyli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Yangilardan, yili eskiroqdan, puli yengilroqlardan variantga bank xudo xolasa chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Sizlardan bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz bo'lsa videoni xudo xolasa boshladik. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Andijon moshina bozoridan Tikola Damas'dan qatorida xudo xolasa birinchi moshinamiz. Variantga kelishamiz deyapti. 3000 puli borga 6 oydan 6 oygacha kelishamiz ekan. Telefon nomerlari 91 499 0578. Moshinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. 135 ming masofani bosib o'tgan. Mana poliklar, chexol, barmar hamma narsasi bor, magnitofonlar. İchki holatlari xudo xolasa ideal, yaxshi holatda turibdi. 4 ta yumshoq baloni bor, yangi damkiratlar bor mana. Holatlari zo'r. Hozirda naqd pulga necha pul bu? 6000 baho aytyapsiz kami. 6000 dollar kami bor xudo xolasa. Shu oldingi nomerga telefon qilish oldimi? Mana, mana shu nomerga aloqaga chiqa olasizlar mana. Bemalol. Navbatdagi moshinamiz yangi ekan, 2024 ekan, 995 km yuribdi. Salafan. Hamma yo'q joy-joyda radnoy. Ichki holatlari mana. Yangisidan minaman degan akalarga mana o'zinglar chexol, polik hamma narsasini qolasizlar. 995 km yurgan mana. Hech qayerda kraskasi yo'q, top-toza yangi mashina. Prosta yili 2024. 7600 dollar narx aytib berdi. Aka nomeringizni aytasiz? 90lik 547 17 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Yangi Damas minaman degan akalarga mana jo'natib bersizlar mana. Yangi Salafan 2024 yili. Chexoli, polik hech narsasi qilinmagan, raddo yalang'och mana. Zapaska balon bor aka? Gaz qo'yilmagan-a? Gaz qo'yilmagan, zapaska balonlar hamma yo'q joy-joyda ideal turibdi. Yangi Damas minaman degan akalarga jo'natib bersizlar, qiziqqanlarga. Navbatdagi moshinamiz 24 ga 25 mi shunaqa? 24 ga 25 ekan. Qancha yurgan? 19000 km. 19000 km yo'l bosib o'tgan ekan mana. Chiroyli qilib qoldi ablisopkalari, saqa diskalar, chexol, polik, bandoshga hamma narsalari bor ekan. Ideal holatda ekan mana. Olasan, minasan degan mashina mana. Seyflari bor ekan. Tomlarda mana oho, nima deydi? Natajli batonlar tortib borgan ekan. Monitor, hamma narsa bor ekan. Xullas, olasan, minasan degan mashina shu ekan. Oh, bali. Injig'idan ekan mana bardakilar, mana avtomat korobkaga o'xshaydigan. Katta bo'lsam, Mercedes bo'laman degan ekan-da akalar. Xudo xolasa, yaxshi holatda ekan. Mana orqa tomon ko'rinish holatlari. Ko'rasizlar. Hech qanaqa rasxod qilish kerak yo'q, faqat minish kerak. Puli necha pul aka buni? 7400 kami bor. 7400 kami bor. Bozorni qancha qildi? Bozor beryapti aka. Bo'lishi minalmadan necha pul berasiz? Shu orqasidan tirikchilik olsa ozgina o'tib beramiz. Bunga ham nomer aytasiz? 90lik 547 90lik 547 17 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Tayyorni minaman degan obunachilarga mana saqa diskalari bilan mana oyoq qo'ygan pandushalar hamma narsasi bor. Ideal ekan mana. Ko'ryapsizlarmi, shesi grindda bo'shaydi bu. Injiq qimmat bu. Mana olasan, minasan. Tajribatologiya Li 9 emasda bu, Li 10 da bu. Akalar shunaqa tayyorlamasga qiziqqan akalarga shu jo'natib qo'yasizlar. 2024 995 ming yurgan, 995 km yurgan ekan. 2024 ga 25. 2024-yil yangi masla nomerlar ham olib qo'yilgan. Prosta anaqa qo'yaman, ko'rsatdim. Ha, masla mana. Havas qilganlar bittadan like bosib qo'ysin. Yangi zavod ekan, hech qancha yurmaganman. Qadrli obunachilar, navbatdagi Damas'imiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ichki holatlari polik qilingan. Umrini ustaxonada o'tkazaman degan akalarga emas, xudo xolasa yaxshi holatda ekan. Mana ko'ra olasizlar. Yurgani qancha aka buni? Yurgani. Hektar ko'raydi. Ko'rinmayapti aka.
Mana xullas yurganni noma'lum. Xudo xolisa. Yurish-turish qanaqa aka bu? Nasıl zor aka? Motor hadovoy korobkalari joyidami? Yo'lda tashab ketdingmi ish qilib? Bironta ovoz chiqmaydi aka, bironta ovoz chiqmaydi. Mostan ovoz chiqmaydi xudo xolisa. Bu puli nech pul? Puli yengilmi ish qilib? 3300 kam. 3300 dollar kami bor xudo xolisa. Nech pul qildi bozor o'zi? Endi Yo'q pulinga qarasak 3,5 ming dedingizmi? 3300 kam. 3300 kami bor. Minarman o'zimizni dehqonlarga nech pulga beramiz aka? Bo'ladiganini ayting. 3100 ga beradi aka. 3100 dollarga 2010-yilda ishlab chiqarilgan mana Damas, xudo xolisa yurish-turishlari joyida deyapti. Eskiroq pulim ozroq deganlar mana eskiroq mana Damas. Lekin xizmat qiladi. Nomeringizni aytib berasiz? 50lik 711 711 6202. 6202 raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Yurganiga juda qiziqdim, lekin ko'rigi bo'lib ketibdi-da. Bir asr yashapti-da bu. Yaxshi. Mana akalar. Navbatdagi Damasimiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xudo xolisa har holda yuryapti deyapti. 4 ta balon yangi ekan. Ko'chkalarga e'tibor beramiz. Xudo xolisa ichki holatlarini. Qancha yurib olgan endi? U 857 ming ekan. Yurish-turish qanaqa yurib turibdimi aka hozir? To'g'ri aka. Puli nech pul bo'lishi? Bo'lishi aka 23. 2300 dollar. Nomeringizni aytib berasiz? 77 77lik 514 514 1129. Shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Mana pulim ozroq, eskiroqdan ham minораman degan akalarga mana xudo xolisa Damas 2 2007-yilda ishlab chiqarilgan 857 mingmi shunaqa yurgan. Har holda yurib turibdi. Jigarlar, qadrdonlar, navbatdagi Damasimiz 2022 dedingiz a? 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Hech qancha yurmagan ekan. 4 ta yumshoq baloni bor. Xudo xolisa ishlarini ko'rsatamiz. Ishlar yaxshi holatda. Bujina, sidina mana ichki holatlari akalar. Matofonlar bor. Yurgani 103 ming ekan. Qiziqarli tomoni 103 ming kilometr yurgan ekan. Kraskasi top-toza ekan. Orqa tomonda mana ko'rinish holatlari. Ko'ra olasizlar. Mashina xudo xolisa yaxshi holatda turibdi. Aka puli nech pul bo'ladi? Puli nech pul? 63 Kam bor. kami bor xudo xolisa. Bozor nech pul qildi? Birinchi bozor 58,5 ga bermadi. qancha? 58,5 ga bermadi. 58,5 ga bermadi. Telefon nomeringizni aytib berasiz? 91lik 91lik 061 061 99 97. 99 97. Shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Kraskasi top-toza 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kecha-picha qilingan joylari bor ekan. Xolos 4 ta yumshoq baloni bor. Xudo xolisa yaxshi holatda. Metan gazlari bor. Mana qiziqalar aloqaga chiqarsin. Mana mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 197 ming yurgan ekan. Poli, chipol, barmar, hamma narsasi bor ekan. G'ichaydi, udaridan qo'yib qo'yishibdi. Mana ichki holatlar. Chixollar qilingan, poli qilingan, mana polilar tashlangan mana. 4 ta yumshoq balon qo'yilgan. Motor hadovoy, muz hamma yo'g'i ideal. Xudo xolisa udar deyapti. Puli nech pul aka? 4800 deysiz. 4800 kami. 4800 kami bor xudo xolisa. Bozor nech pul qilyapti aka? Bozor har xil berishyapti. Minarmanlarga haqiqiy ishqibozlar nech pulga sotamiz? Bo'ladi nima? Kelishamiz, kelishamiz. Nomeringizni aytib qo'ying bo'lsa? 91lik 91lik 600 40 Shu raqamlarga akamga aloqaga chiqasizlar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 197 ming yurgan. Kraskasi bor ozgina. Mana shu oldida bor. Oldi murdasida kraskasi bor ekan mana shu joylarda. Qolgan yerlari xudo xolisa yaxshi deb aytyapti. 2019-yilda 197 ming yurgan, puli 4800 dollar kami bor. Qadrli obunachilar, navbatdagi Damasimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 78 ming yurgan, kraskasi top-toza ekan. Sekund ham kira yo'q. Kira qilinmagan ekan. Xudo xolisa 78 ming yurgan, 2023 ekan, mexanika mana. Metan gazlar qo'yib qo'yilgan, telefon nomerlari mana. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana 617 kraska top-toza, bir tomchi kraskasi yo'q deyapti. 4 ta yumshoq balonlari bor. 13 balon.
Chipollarimiz xudo xolasa. Yaxshi, ideal holatda. Barlar. 12 mi? 12 shiroki yumshoq balon. 12 shiroki ekan mana. Yumshoq balon. Yumshoq balon. Tog'am yo'qda mana qarang. Sidenalarni ham. Sidinalar toza ekan, shaklari xudo xolasa. Ideal holatda. Mana İçki eng ko'p odam holatlari chiqadigan joy. Mana. Ko'rib turibsizlar mana. Pataloylar, lampalar mana hamma yo'q ideal, dahshatli. Ha, sumka qilinganmi? Yutuqlarni qilingan qishga. Ha. Qishda sovuq o'tmaydi, yozda issiq o'tmaydi. 4 ta qalpoqlari ham turibdi mana. Xolos, yana qalpogini qadab olasizlar mana. Kitoblargacha bor mana. Mana. Mana mahallardan oling, orqalardan mana stoplar ham zavodskiy. Oran singal 90. Mana shu yerda ozgina narsa bor ekan, bu. Bittashida bunday mana shu ilib qo'ygan joyi bor. Mana stoplarni oling. Zavodskiy stoplar 10 yilda ham aynimaydi. Mana. Orqa tomon ko'rinish holatlari mana akalar. Metan gazchalari bor mana. Qo'llari mana. Sumkalar qilingan mana. Xudo xolasa yaxshi holatda. Ichki holati вообще tiniq. Hojdaqa qizig'i puli nech pul bo'la eng Mahallarga e'tiborga oling, oshna. Chizilgan joyi ham yo'qda. Mashina zo'r ekan, xudo xolasa. Mashina ideal ekan. Yaxshimisiz? Pulini ayting endi hojdaqa. 66 ni havas qilib turibman. 6 Ichi yo'l qo'yib beraman. $6600 ekan, xudo xolasa ozgina kami bor deyapti. Bitta pul o'tib beraman. Ha, pulni ozgina o'tib berar ekan, kelishamiz deyapti. Telefon nomerini boshida ko'rsatdim, yana bir bor ko'rsatib o'taman. Qiziqqanlar bo'lsa 78 ming probeg, 2023-yil, kraskasi toza. Mana akalar, qiziqqanlar 94lik 568 0084 ga bemalol aloqaga chiqinglar. Hojit og'am o'zi bemalol sizlarga to'liq ma'lumot beradi. Maza qilib minadigan mashina. 5800 deyapman, kamaytirib. Navbatdagi mashinamiz $5800 kami bor deyapti. 2019 ekan, 116 ming kilometr yurgan. Toza deyapti. Petnosi bor-a buni? Ha, beton gazlari bor. Kelishamiz deyapti. 33 490 35 76 shu raqamga aloqaga chiqasizlar. Mashina xudo xolasa yaxshi holatda ekan. 4 ta yumshoq baloni bor. Chakpaklari joyida deyapti. Chexol poliklari bor. Chexolni yaxshisidan taqib qo'yishgan. Xudo xolasa normalniy holatda 116 ming yurgan probeg, barlari bor. Xudo xolasa mashina yaxshi holatda. Mana orqa tomon ko'rinish holatlari. To'g'ri beramiz endi. 19 da oshna 57 ga bo'lsa beraman. $5700 ga beriladi. $5700 bo'lsa beraman. 4 ta balon yangi. Metan gazlar bor. Metan ham bor, benzinga ham. Benzinga ham beradi xudo xolasa. Xudo xolasa. Albatta. Bitta petnosasi bor xolos. Ha, ash kapot qirg'og'ida yuroring ko'rsatib beraman. Bitta petnosi bor ekan, qolgan hamma yo'g'i xudo xolasa. Mana mana shu rezinkani atrofida. Ha, mana shu joyda ozgina petnosi bor ekan, qolgan joyi top-toza. Qadrli obunachilar, retro mashina. Xullas 2010-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza dedingizmi? Kraskasi top-toza ekan. 4 ta 13 yumshoq balonlari bor ekan. Orqa oynalar qoraytirilgan. Mashina yaxshi holatda ekan. Bitta polik tashlaysizlar, shifollari yaxshi. Yurgani 296 ming ekan, radnoy deb aytayapti akamiz. Mana patologik qismlari, orqa tomon ko'rinish holati, xudo xolasa mashina zo'r ekan. Mana orqa tomonni moshni ekan. Mo'la yangi qo'yib qo'yibdi mana. 2010-yilda ishlab chiqargan kraskasi tozani topish juda qiyin hozirchi. Kraskasi toza deb aytayapti lekin akamiz. Mana holatlar yana bir bor ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Puli nech pul aka endi buni? Aka 4000 dan o'tib beramiz deyapmiz. $4000 kami bor. Kami bor. Bozor nech pul qildi buni? Aka 3,5 so'rashyapti aka. 3,5 so'rashyapti. Bo'ladigan nech pul? Minaman deganlarga mana mashina orqasidan tirikchilik qilaman, minaman deb qiziqqanlarga nech pul beramiz? 38-37 ga beraman. 38-37. Nomeringizni aytib berasiz? 90lik 90lik 626 626 11 47. 11 47. Shu raqamlarga akaga aloqaga chiqasizlar. Sizlarga chiroyli narxda zo'r qilib beradi. Generalni chiqam? Yerlarni chiqadi. Generalni chiqar ekan. Ko'rasiz. Iloji bo'lsa nominglarga chizib olasizlar. Lekin kraskasi toza 2010 Damas topish juda qiyin narsa. Ha? Hurmatli obunachilar, navbatdagi 2020-yilda ishlab chiqarilgan oq Damas'imiz 4 ta yumshoq balon bor, 13. Mana shunaqa joylarda ozgina chaqachuq ozgina kraskalari bor ekan, 10-15%.
Mashina moz, hadoy, korobka hamma yo'g'i joy-joyida deb aytyapti. 160 ming kilometr yo'l bosib o'tgan ekan. 2020 e'tibor beramiz akalar. Salafarlar kiydirib qo'ygan. Mashina yaxshi holatda ekan. Yurish turishlari zo'r ekan deyapti. 20 aka. 160 ming. Puli necha pulida aka? Aka 5700 kami bor aka. 5700 kami bor. Kami bor. 20 bu yer berdi. Bozor necha pul qildi buni? Buni aka bozor hali beri so'ragan yo'q to'liq. Bera olganingizni aytingmi? Bo'ladiganini ayting. Qo'lga tegadigan. 5,5 dan tushib beramiz. 5500 kami bor. Kami bor. Necha bitta tushib beramiz. Nomeringizni aytib berasizmi? 90lik. 90lik 626 11 kirdi. Shu raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Akam chiroyli qilib sizlarga yen chiqadi bu ham. Chiqadi. Xo'p, generalni chiqar ekan mana. Yana bir ko'rsatib o'taylik-da. 160 ming yurgan ekan. Ko'rasiz, bemalol aloqaga chiqib olinglar. 2010 kraskasi toza bor, 2020-yil ozgina kraskasi bor ekan. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, navbatdagi mashinamiz auksion nomerlarida mana 2024 ekan. Hamma xarajatlari qilingan ekan. Bir ko'rsatib o'tamiz. Beton gazlari bor, 13 yumshoq balon. Balonni zo'rlari bor ekan. Ichki holatlari va shish kerak ekan mana. BYD so'ng plus Damas degan ekan mana. Barlari bor. Yurgani 91 ming ekan. Ha, to'g'ri, 91 ming kilometr yo'l bosib o'tib qo'yibdi o'zi bu. Sumkalari yo'q ekan. Lekin chexol polilar qilingan, rilonlar qo'yilgan, patolog qismlari, magnitofonlar bor. Kraska stop toza 2024 metan gazlari bor mana. Nomer, auksion nomer ekan. Qimmat nomer. 7000 dollar kami bor xudo. Kami bor. Nech pul so'radi bozor? 66 so'rashdi. 66. Ozgina qo'shsa ketam? Ketadi. 7 ni pastda bitada. 7 pasida bitta. Nomeringizni aytib berasiz? 91lik. 91lik 477 477 11 10. 11 10. Shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Generalni chiqarib chiqmaydi. Generalni chiqadi, mana nomerini olib qolaman deyapti-da. Ha, nomerni unda nomiga o'tkazish olish kerak-da. 300 olish kerak. Va iloji bo'lsa, nomerlarga o'tkazib olasizlar. Nomerni olib qo'yarkan, chunki bu qimmat nomer ekan. Mana abdi sopkalari udar qilingan. Ichiga hamma rajat. 1000 dollar puli boriga bankan bo'laveradi. Ha, 1000 Hamma dollar rasxod bo'lsa, ichida. ha, hamma rasxod ichida. Ichida. Nomiga o'tkazish. Qancha pul beradi bunga aka bank? 7000 dollar atrofida pul beradi. 7000 dollar. 1000 dollar pul esa nomiga o'tkazib bankka beradi. Ha, bankka to'lab beraveradi. Rasxod ichida. 1000 dollar puli borga akalar bank orqali mana chiqadi ekan. Nomerlarni olib qoladi, nomerlarga o'tkazib olasizlar. Xudo xolasa hamma xarajatlari qilingan, 4 ta yumshoq balon qo'yilgan, gazlari bor. Qancha yurgani 91 ming kilometr yo'l bosib o'tgan. Rangi qora. E'tibor beramiz. Qiziqqanlar shunaqa ranglarga, shunaqa damasli qiziqqanlarga mana jo'natib beramiz.